Bir narsani bilinglar. Endi shikoyatga o'rin bo'lmaydi. Mana shu biriktirilgan vazirlar pastga tushib, mahallani ichiga kirib, jamoatchilik bilan uchrashib, prezidentning topshirig'ini xalqqa yetkazasizlar. Jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha ishlarimizni qanday qilib joy-joyga qo'yish bo'yicha har bir mahallada sizlarni ish rejalaring bo'lishi kerak. Har bir viloyatda ham buni namuna qilasizlar. Toshkent butun respublikaga namuna bo'ladi. Odamlar xotirjam, tinch yashashi uchun xavfsizlikni ta'minlashimiz kerak, jinoyatchilikni oldini olishimiz kerak. Ana shunda xalqimiz yangi O'zbekistonga ishonib rozi bo'ladi. Har safar qaytaraman. O'zbekiston uchun tashqaridan kelib birov bir tiyin bermaydi ham, bir narsa qilib bermaydi ham, qonunni ham qilmaydi, yangilikni ham qilmaydi. Faqat o'zimiz peshona terimiz bilan majbur qilamiz bizni hurmat qilishga. Ko'p sohalar bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarimiz o'zini ijobiy natijalarini beryapti. Albatta, jinoyatchilik bo'yicha ham bugungi aytgan masalalar faqat O'zbekistonda muammosi emas, butun dunyo hamjamiyatini juda qiynayotgan muammolar, o'ylashga majbur qilayotgan. Biz ko'proq jamoatchilik fikrini bilib, xalq bilan muloqot qilishimiz kerak. Ana shunda natija ko'proq bo'ladi. Bugungi majlisimizda ham eng katta maqsadim bitta narsa: odamlarni tinch yashashi uchun, farovon hayotimiz ertangi kunimiz bardavom bo'lishi uchun, odamlarni ogohlikka da'vat qilish uchun mahalladagi uchastkovoy prokurorlar ish uslubini o'zgartirish kerak. Albatta qaror chiqadi, qonun chiqadi, lekin u qog'oz amalda bugungi gaplardan xulosa qilib, sizlar hammaga namuna bo'lishlaring kerak.